Xitoyda dunyodagi birinchi 10G internet tarmog'i ishga tushirildi. Yangi texnologiya 8K formatdagi 90 GB filmni bir necha soniya ichida yuklab olishga yordam beradi. Huawei kompaniyasi China Unicom bilan hamkorlikda Xitoyning Hebei provinsiyasidagi Sunan hududida birinchi 10G keng polosali internet tarmog'ini ishga tushirdi. Bu haqda MyDrivers portali xabar berdi. Qayd etilishicha, yangilangan tarmoq dunyodagi ilk 50G PON texnologiyasi asosida ishlaydi. U orqali har bir foydalanuvchi uchun internet tezligi an'anaviy gigabit darajasidan 10G darajasigacha oshiriladi. Tarmoqdagi kechikish esa bir necha millisoniyagacha qisqaradi. Sinov davomida yuklash tezligi soniyasiga 9834 megabitni tashkil etgan. Foydalanuvchilarning ta'kidlashicha, 8K formatdagi 90 gigabit filmni yuklab olishga bir necha soniya kifoya qiladi. 10G texnologiyasiga o'tish yuqori o'tkazuvchanlik imkoniyatini talab qiladigan servislar uchun sharoit yaratadi. Xususan, gap 8K formatdagi videolar oqimi, bulutli platformalar, shuningdek qo'shimcha va virtual realliklar haqida ketmoqda. 2025-yil yanvar holatiga ko'ra Xitoyda 4,25 millionda 5G baza stansiyalari faoliyat yurityapti. Bu boshqa davlatlar orasida eng yuqori ko'rsatkich hisoblanadi.